shu podramligimizni bu nasos turadigan joylarini bu yoqqa sentrdan qochirib, bu havoga moslangan podram edi ekan, buni kamazga moslab olamiz xudo xolasa. Mostlarga to'g'ri kelib qolgani uchun mostlarda qandaydir bir chuqurlarga tushgan paytda nasos mostga tegib qolayotgan ekan. Shu sababdan endi bu narsani yaqinroqqa, bittasini bu yerga, bittasini nariroqga qo'yiladigan bo'lyapti xudo xolasa. Yana kam ko'stlari, mayda suydalari, oldingi egasi xullas bitta nasos yiqilib ketib qolganmi, ko'rib turganlaringdek yiqilib ketib qolib, podramani teshib o'tib ketgan. Yaxshi bu tomonga o'tmagan unchalik, lekin shisha bo'lib qolgan. Xudo xolasa o'tlarni ham chiroyli to'g'rilab beramiz. Kuzatib borsanglar inshaalloh chiroyli qilib oxiriga yetganlarimizni ko'rsatamiz inshaalloh.